Haydovchilar diqqatiga. Yaqin kunlarda Samarqand shahrida UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi o'tkazilishi munosabati bilan shaharga kirish yo'llari vaqtinchalik yopiladi. Shu sababli joriy yilning 30-oktyabrdan 14-noyabrga qadar viloyat hududidan tranzit o'tuvchi transport vositalari uchun aylanma harakat tashkil etilganligi va maxsus flayerlar ishlab chiqilganligini ma'lum qilamiz. Flayerdagi QR kod orqali tashkil etilgan aylanma yo'llarni mobil ilova orqali ko'rishingiz ham mumkin. Hurmatli haydovchilar, belgilangan tartib va qoidalarga qat'iy amal qilishingizni so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar va yurtimiz mehmonlari, mazkur kunlarda Samarqand shahriga tashrif rejalashtirgan bo'lsangiz, imkon qadar boshqa kunlarga qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.